Assalomu alaykum, Mototols kanali obunachilari. Bilasizlar, ko'pchilik xonadonlarda suv nasos tanlashda ko'p adashadilar. Qanaqa suv nasos tanlay, nechta tochkaga tanlay, qanaqasini qo'yay degan savollarga bugun javob beramiz. Kimdir xonadonda o'zi yonib o'zi o'chadigan avtomat suv nasoslari olishni xohlaydi. Xuddi shunaqalardan bizga bor. Ya'ni buni qanaqasini olay? Agar sizni suvingiz tez-tez o'chib, tez-tez yonadigan bo'lsa, biz sizlarga, ya'ni Mon brendiga tegishli 370 lik, ya'ni bemalol 4-5 ta tochkaga yetadigan Suxoy reliligini taklif qilamiz. Buni tushuntirib o'tamiz. Suxoy reli emas bilan Suxoy reliligning farqi nimadaligini ham tushuntirib o'tamiz. Agar Suxoy reliligini olsangiz, bu Suxoy relilig degani, agar suvingiz bo'lmasa, glavnida ham nasos o'zi ishlamaydi. Ya'ni o'zini ishlab kuyib qolmaydi. Ya'ni doimiy suv tez-tez o'chadigan bo'lsa, o'zi suvingiz bo'lgan vaqt kranni ochganingizdan ishlaydi, yopganingizdan o'chadi. Suvingiz bo'lmagan vaqt kranni ochganingizdan ham nasos ishlab turmaydi. O'zi suv yo'qligini ko'radida nasos o'zini ishlab kuydirib qolmaydi. Bu nasosimizda Suxoy reli emas, nasosimizda doimiy suvingiz bo'ladigan bo'lsa, kranni ochganingizdan ishlaydi, yopganingizdan o'chadi. Bu ham 370, bu ham 370, ya'ni 4 ta 5 ta tochkaga yetadi, to'kingizni ekonom qiladi va narxlari juda ham arzon chiqadi. Suxoy reli borimiz, nasosimiz 650 ming so'm chiqadi. Yo'g'ida esa narxi 600 ming so'm chiqadi. 1 yildan kafolatlari bor. Agar yo'q, meni tochkam ko'proq, 7-8 ta tochkam bor deganlar uchun bu yoqda mana 550 taligimiz bor. Buni ham xuddi shunaqa Suxoy relisi bor, yo'g'i bor. Yo'g'i bo'lsa narxi 850 ming so'm chiqadi, borida esa narxi 950 ming so'm chiqadi. Bunda xuddi shu avtomat nasos bo'ladi. Bularning turlari ko'p, firmalari ko'p, brendlari ko'p. Shunga qarab asosan narxlarini ancha ham arzon qilib beramiz. Bemalol bizga 650 ming, 750 ming, 850 ming so'mgacha o'zgaradi. Ko'pincha o'zi bu narxida sotishar ekan, buni bizda yengisini arzon narxda xarid qilishingiz mumkin. Endi aytishingiz mumkin, bularning o'zi ovozi bor, ishlagan vaqti chiyillaydi, ko'pchilik savollarga javob bo'ladi-da. Biz ovozi yo'q nasosni ham olib kelib qo'yganmiz. Bu qanaqa deganlarga mana tushuntirib o'tamiz. Bu magnitli nasos bo'ladi. Bunda nima deb tushuntirsam bo'ladi? Buni obmotkani o'rnida magnit qoplama bo'ladi. Ya'ni bu suv ichiga kirib ketadimi, kuyib qolmaydi. Boyagilarga bemalol obmotkasiga agar suv kuyib kelsa, kuyib qolar. Bu ham avtomat bo'ladi. Buni funksiyalik bo'ladi. Buni barlarini baland-past qilsangiz bo'ladi, rejimlarini o'zgartirsangiz bo'ladi va nasosda umuman ovoz bo'lmaydi sizda. Filtrlari ham bo'ladi, o'zi bundaqa toshchalar bo'ladimi, o'zi hech qanaqasiga nasosiga tiqilib qolmaydi. Narxi juda ham arzon narxda bo'ladi. Buni narxini 1 million 350 ming so'mga shunaqangi magnitli 10 yil kafolatga ega nasosni bemalol Mototolsdan xarid qilishingiz mumkin. Qanaqa nasos olay degan savollarga yarasha ancha javob bo'ladi. Keyin bemalol bizdan nasos olsangiz, qanaqa regirovka qilishlarini hammasini tushuntirib o'tamiz. Agar sizning uyingizda nasoslaringiz bo'lsa, bundaqa relilik nasoslaringiz bo'lsa, ko'pchilik aytadi, tokni hammani uyida tok har xil bo'ladi, baland-past bo'ladi. Relisini regirovka deydi, hammasi har xil bo'ladi. Bir xillarda mana bolt bilan ochib regirovka qilish kerak bo'ladi. Bir xillarda tashqi tarafdan regirovka qilish kerak bo'ladi. Bu atyorka bilan bemalol buraysiz, kranni ochgan holatda o'sha me'yoriga kelsa, o'zi to'g'ri yonib, to'g'ri o'chadigan bo'ladi. Oldin sizga yaxshi ishlamayotgan bo'lsa, shuni bilib qo'ysangiz, bu ya'ni ma'lumot bo'ladi. Bilganlar uchun yana eslatma bo'lib qoladi. Undan tashqari men uyimda bundaqa artizanlardan suv olaman, yer tagidan kachalkalarga qo'yishga nasoslarimiz ham bor. Ko'pchilik aytadi, yer tagidan so'rib olishga yaxshi nasosingiz bormi desa, mana vakuumlik, havolik deyiladi. Ya'ni qovun nasosi deyiladi ko'pincha bu. O'zi xalq tilida qovun nasosi deyiladi. Yo boshqa tillarda cho'chqa nasosi deyiladi. Hammasiga ham bo'ladi. Rolf brendi, Dimax brendi bular 8-12 metrdan bemalol tortib oladi, 50-100 metrgacha haydab beradi. 1 minutiga 6 tonna, 4 tonna, 5 tonna suv haydab beradiganlari bor. Narxi shundan boshlab 650 mingdan boshlab 1 million 200 minggacha bo'lgan nasoslarimiz bor. Undan tashqari ko'pincha aytish mumkin, hovuzga tashab qo'yadigan, buni o'zimiz ham ishlatdik, sifati juda ham yaxshi. Hovuzga tashab qo'yib bemalol ishlatadigan nasoslarimizdan biri poplovkalik bo'ladi. Qo'rqmay tashlasangiz bo'ladi, nasos kuyib ketmaydi. Poplovkasi ko'tarilgan payt ishlaydi, tushgan payt o'zi o'chadi. Qulay, bitta xonadonlarga yo bemalol qishloq xo'jaligida ishlatadigan akalarimiz uchun narxini bor yo'g'i 450 ming so'm qilib beramiz. Mazza qilib 1 yil kafolatlari bilan ishlatsa bo'ladi. Kattaroqlarni olaman desalar, u yog'i boshlanib ketadi. Bemalol 650 ming, 1 million 100 ming so'mgacha glubinni yer tagiga tashlanadi degan nasoslarimiz ham bor. Ko'pchilik aytishi mumkin, meni xonadonimda bitta 2 dona tochkasi bor. Menga avtomat nasosi narxi arzoni kerak deganlar uchun
narxini bor yo'g'i 380 ming so'mga avtomat nasos beramiz. Bu 3 xil rejimda ishlaydi. Birinchi rejim mana 25 litr haydab beradi, ikkinchi rejim 30 litr, uchinchi rejim 35 litr. Rejimni boshqarsangiz bo'ladi. Bu suxoy relilik bo'ladi. Xuddi boyagi aytgandek, suv ko'rmasa o'zini o'zi ishlatmaydi, ya'ni o'chadi. Bemalol ikkita tochkaga, bitta tochkaga ham bemalol qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. 380 ming so'mga avtomat nasos bizdan xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni to'kingizni ham ekonomishni qiladi, maza qilib ishlatasiz. Ko'pincha aytishlari mumkin, anaqa katyollar qo'ygandan keyin отоплениyalarni suvni qanday aylantirib beradigan nasoslar deyish mumkin. Bizda sirkulyatsionni nasoslar bor. Maydasidan boshlab bahaybat mana bu yerda keling ko'rsatimni. Bahaybat kattalari ham bor. Mana katta joylarga qo'yaman, aylantiraman desalar, mana 50lik, 60lik sirkulyatsionni nasoslarimiz bor. Bu sirkulyatsionni nasoslarimiz nima vazifani bajaradi? Ochib ko'rsataman. Ya'ni o'sha suvingizni suv issi berishga yaxshi aylantirib beradi mana. O'zini hammasi komplektda, mana pachka upakovkada, ya'ni kafolatlari bilan, garantiyalari bilan olib ketasiz. Bularning narxini 180 mingdan boshlab bemalol 350 ming, 450 ming, 600 ming bahaybatlari, ya'ni 1 million 300, 1 million 400 minggacha narxi o'zgarib ketaveradi. Mototosdan arzon narxlarda sifati zo'r bo'lgan nasoslarni xarid qilasiz. Ko'pchilikka qiziq bo'ladi, endi manzilni qayerdan olaman yo dastavka xizmati bormi? Bizda bemalol dastavka xizmati bor. Qo'ng'iroq qilsangiz, xohlagan viloyatingizga chiqarib beramiz. Agar manzilimizni so'rayotgan bo'lsangiz, o'zingiz kelib olaman desangiz, videoning oxirigacha manzilni tushuntirib o'taman. Manzil Sobir Rahimov metro, hamma biladi. Sobir Rahimov metro, Olmazor bekati deyiladi. Chiqqaningizda bir 150 metr yurganingizda o'zi Do'mrobod bozori ko'rinadi, qarama-qarshi tarafda. Shu metro tarafdan kelishingizda bizda Toshkent Zenner, ya'ni savdo majmuasi, Mototos do'konimiz, telefon raqamlarimiz 99 576 37 37, 95 816 94 94.